Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tibsizlarmi? Harmonli ishlar bilan. Bugungi ishimiz Xudo xolasa bizani navbatdagi obyektimiz Adakatda bo'ladi, tuman to'g'ana yonida bo'layotib. Bu yerda klientimiz bizlarga murojaat etdi. Bu yerda 1-2 oylardan beri telefon etadi. Bizga gelmaga vaqtlarimiz bo'lmay, oxiri keldik. Ko'rib turganlaringizdek shu patologlarni, noto'g'ri patologni 4 o'g'ilni ildirib, boshqa yerni ish yatirgan vaqtida evdagi ustalari o'g'ilni yirtib qo'yganlar. O'g'ilni yirtgan vaqtida bir barmoq girgidek yirtiqni keyin bora kattayib ketib, dalanni pashti yarısı noto'g'ri patologga yirtilib ketgan. Bu noto'g'ri patolog bunday bo'lishining sabab birinchi navbatda ustalarning mahorati, ikkinchi navbatda esa materialning sifati. Materialning sifati deganda chetinde rezinkasi bor, ikkinchi navbatda esa shu materialning o'zini. Materialning sal yaxshi bo'lsa, dekvelaga yirtilib ketmaydi. Bir tochka bo'lgan narsa tochkada bu qoladi. Dekvelaga o'zi yirtilib ketmaydi. Hurmatli obunachilar, shu yerlarni e'tiborli bo'lasizlar. Ikkinchi navbatda videomiz boshida aytgandek shu ustalar endi avvalgi kelib ishlab ketgan boshqa firma ustalari shu o'g'ilni yirtib qo'yish natijasida normal usta u o'zini o'zi yirtib turib qoldirib ketmaydi. U ustalarni bilmadim, navoda shu ishni aytib ketganlar. Şunun neticesinde klientimiz o yaklaşık kam emas bir 3 milyon so'm pul tushibdi. 3 milyon so'm birovlara bilinadi, birovlara bilinmaydi. Lekin qarabsizki, Xudo xolasa endi bu klientimiz bizlarga ishonch bildirib, bizlarga murojaat etdi. O'zimizga yaxshi mahsulotimizni kelib o'rnatib beryapmiz. Xudo xolasa video davomida ko'rasizlar, noto'g'ri patologni o'rnatib, zo'ratib, qistirib beramiz. Murojaat uchun ekranda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. 24 soat 7 kun telefonlarni ishlab turamiz. Rahmat.